Sen meni dardim, seni deb 10 yilga qaridim. Samilarni ayollar befarq bo'lish kerak emas. Ayollar turmush o'rtoqlarni sog'liq qarashga sababchi bo'ladi. Eng katta buddagi hozir katta hissa qo'shgan ayollar bularga rahmat etish kerak. Anchadan beri Hurrak tortardi buni. 10 yilcha bo'lgan. 10 yildan beri. Hurrak tempi ham balandmi yoki? Juda baland. Где-то 2 haftalarda полный hammasi ketdi. Hozir Hurrak почти yo'q. Почти emas, umuman yo'q. Umuman Hurrak yo'q. Apnoe ham yo'q, ya'ni nafas to'xtab qolish ham yo'q. Shular bo'lgan, alhamdulillah. Hurrak salga yotsa ham, mana televizor ko'rganda ham Hurrak kelardi. Kechasi uxlaganda shunchalik uyg'otsangiz yonboshlab yotsin deysiz-ku, yonboshlab yotsa ham bar Hurrak tortardi. Nafas olish to'xtirdi. To есть apnoe holati bo'lardi. Даже hazillashardim u bilan. To'xtab tur, men birinchi uxlab olay, keyin sen uxla. Bo'lmasa men uxlamayman dedi. Bo'lmasa men uxlamayman dedi. Qattiq bezovta bo'lardim-da o'zim ham. Ancha yurardi. Pasdan boshim og'riydi dedi. Keyin internetga kirdim, ijtimoiy tarmoqlarga. Men shu klinikani topdim. O'zlarini va ayollarning shikoyatiga qaraganda kuchli Hurrak ochishi va nafas olish qiyinligi aynan Hurrakka nafas to'xtashi bilan, ya'ni meditsina tilida apnoe bilan kuzatiladigan jarayon bo'lgan bo'ladi. Tekshirganimizda burun to'sig'i keskin qiyshiqligi aniqlangan va yumshoq tayinlar osilishi kuzatilgan. Mana ko'rasiz, burun to'sig'i tekis, ozgina ko'rkalari bor. Chunki biz bilamiz, operatsiyadan keyin 1-1,5 oy davomida ko'rka saqlanib qolishi mumkin. Lekin mana ko'rasiz, idealni tekis chiqqan burun. Nafas olishda muammo yo'q, xudo xolisa. Ikkita maqsad uchun qilinadi. Birinchisi Hurrak to'xtatish, ikkinchisi apnoeni to'xtatish. Hurrak o'zunchalik xavfli bo'lmasligi mumkin. Yosh bola ham Hurrak o'tadi, kattalar ham Hurrak o'tadi, charchaganda Hurrak o'tishi mumkin. Fiziologik Hurrak ham bor bizda, lekin patologik Hurrak nafas to'xtashi bilan bo'ladigan nomi ham bo'ladi. Ayni ushbu bemorimizda o'sha operatsiya bajarildi va 2 haftadan keyin ham Hurrak to'xtadi, ham patologik apnoe holati bartaraf qilindi. Где-то 2 haftalarda полный hammasi ketdi. Hozir Hurrak почти yo'q. Почти emas, umuman yo'q. Umuman Hurrak yo'q. Apnoe ham yo'q, ya'ni nafas to'xtab qolish ham yo'q. Shular bo'lgan, alhamdulillah. Mana aziz yurtdoshlar, natijani ko'rdinglar. Hurrakka qanaqa davolashi. Avvalambor Hurrakka birinchi qilinadigan jarayon bu diagnostika. Diagnostika juda ham muhim, chunki Hurrakka markaziy turi ham bor. Biz periferik turini davolaymiz va qayerda nima uchun Hurrak otilyapti. Uning uchun esa slip endoskopiya, ya'ni uxlatilib burundan tekshirishimiz kerak bo'ladi yumshoq endoskop bilan va ikkinchisi somnografiya tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Uxlaganda qanchalik apnoe holatini bo'layotganini beradigan apparatning natijasi. O'shanga qarab biz aniq tashxis qo'yamiz va operatsiyadan keyin hozircha bizning natijamiz 100%. Keyingi videolarda aynan qanaqa operatsiyalarga to'liq tushuntirib o'tishga harakat qilaman.